Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa Urganchga keldik. Mokri akril bilan oq akrilni kombinatsiya ishlab berdik. Stollari Iran stol oldu. Oq mramora, qora mramor kombinatsiya olib turibdi. Xudo xolasa Mokining ham eng oxirgi yupskadagidan ko'p berdik. Tiylaridan suyet o'tiribdi. 3 etajli variant. Kime ishinding Xudo xolasa kuxunni mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Buni bir qator aytadigan bo'lsak, stollari Iran stol 3-2lik. Keyin qashqodanlari bo'ladi. Ichida asan Mokining eng oxirgi yupskadagidan ko'p berdik. Sushilkasi bor. Quloqlari hammasi vakuum. Sifatli va xolosa 3-chi mebellar kerak bo'lgan bo'lsa, har xil turdagi mebelni zakaz bilan ishlab beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Buxorocha ishlab beramiz. Va xolosa O'zbekiston hamma yerga va xolosa yo'lga qo'yib beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'ling. Va xolosa bundan ham yaxshi mebellarni qilib beramiz. Sağolunlar, salomat olinglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa shunday aytib ajoyib mebel taxlab qo'ydik. Kimga shunday mebel kerak bo'lgan bo'lsa, akril variantdami, shunday ayna qo'yib taxlab berish kerakmi, krashin neyimlikmi? Bemalol telefon qilaverasizlar. Ajoyib aytib, kuningizga qadar aytib taxlab beramiz. Rangini Xudo xolasa farq yo'q, nechta rangda desangiz ishlab beramiz. Oq qora desak, qizil ishlab berish kerak bo'lsa, qizil ishlab beramiz. Va xolosa bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Va xolosa har xil mebel tayyorlab beramiz. Uголок divan, kafe bar, kuxunni mebel, to'y mebel hammasini ishlab beramiz. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa Qo'shko'pir Obod degan yerga keldik. Yana shunday kuxunni zakaz berdilar, 3 etajli. Maloshniy akrildan tayyorlandi. Sifati zo'r. Xudo xolasa shunday mikronovka qo'yib berdilar. Shuni planlashtirib, mikronovka joyini o'zina mos etib taxlab berdik. Masalan, gaz joyi, oyna joyi, hamma yeri ajoyib. Bir qator ko'rsatadigan bo'lsak, stollari iranskiy, Mokining ham yaxshisidan qo'yib berdik. Shampunkadan bor, 2 do'shli shampun qo'yiladi. Natlarda to'g'risini taxlamoqda ekanlar. Oson. Emin tovoq qo'ydani bor. Quloqlari yaxshi, o'z tortib ketadi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozinglar, javobini yozamiz. Kimga shunday kuxunni mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosib, podpishka etib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Xudo xolasa kommunaga keldik. Marziya degan yerga. Yana Xudo xolasa 3 etajli etib, qora bilan sariq vatan sveti kombinatsiya etib ishlab berdik. Keyin buni ko'rsatadigan bo'lsak, eng oxirgi yupskadagi 7 xil funksiyali full moka deganini qo'yib berdik. Oson. Bu tarafdan eshik o'tib ketadigan yer, yana bu yerda gaz ballon turadigan yer, bu yerda pechka turadigan yeri, oson sushilkalari bor. Keyin tortmalarning nomining qashqodanlari bor, tandem mexanizm, sifatli. Va xolosa kimga shunday mebel kerak bo'lgan bo'lsa, kuxunni mebel, to'y mebel, uголок divan, kafe bar hammasini ishlab beramiz. Yaxshi like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi Xudo xolasa. Bizlarni qo'llab-quvvatlang. Xudo xolasa bundan ham boshqa videolarni chiqarib boraveramiz, ko'rib boraverasizlar. Ham baholar bilib borasizlar. Sağ olunlar, salomat olinglar. Nechik brat, ko'nglingiz yoqdimi?
Hə, sağ olun. Sağ olun.